Davom etamiz. Yer davlat va jamiyatning eng muhim boyliklaridan biri hisoblanadi. Undan qonuniy va oqilona foydalanish iqtisodiy barqarorlik hamda fuqarolar manfaatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq ayrim hollarda yer maydonlarini noqonuniy sotish va hujjatlarni qalbakilashtirish holatlari uchramoqda. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor tadbirda Toshkent viloyati Parkent tumanida ana shunday holat aniqlandi. Hozir shu haqda. Joylarda yer maydonlarining noqonuniy savdosiga qarshi kurashish yo'nalishida tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan, Toshkent viloyati Parkent tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi va 1970-yilda tug'ilgan fuqaro davlat zaxirasidagi 10 sotiq yer maydonini xaridorga 20 ming AQSh dollarga sotishga kelishib, Davlat kadastrlari palatasining tuman filiali muhandisiga 2-3 ming dollar berish orqali yerni tegishli hujjatlarini rasmiylashtirib berishni aytishadi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda mahalla raisi, kadastr muhandisi hamda 1970-yilda tug'ilgan fuqaro 17 ming AQSh dollari va 37 million so'm olgan vaqtlarida ushlandi. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 15-20 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.